Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, Surxondaryo telekanalining doimiy muxlislari, sizlar bilan Shifo istab ko'rsatuvida jonli efirda xonadoningiz mehmonimiz. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, aziz vohadoshlar. Bugun ham sizlar uchun har doimgidek eng kerakli va dolzarb mavzular haqida suhbatlashamiz. Bugun ko'rsatuvimizga malakali mutaxassislarimiz, aynan bolalar shifokorlarini taklif etganmiz. Ular 12-16 may kunlari viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida maxsus tibbiy ko'riklarni olib borishyapti va 10 ga yaqin mutaxassisliklar bo'yicha o'z tavsiyalarini berib borishmoqda. Bugun ko'rsatuvimizga ana shunday malakali mutaxassislarni jonli efirda onlayn tavsiyalarni olish imkoniyatiga egasiz. Buning uchun esa bizning ijtimoiy tarmoq manzillarimizga tezda ulanib, o'z savollaringiz bo'lsa yo'llab olishingiz mumkin. Ko'rsatuvimiz mehmonlari esa Usmonxonov Orifxon Aybxonovich, Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasi travmatologik ortopediya bo'limi mudiri hamda Toshkent pediatriya tibbiyot instituti shifokori Po'latov Farhod Temirovich o'z tavsiyalarini berish uchun ko'rsatuvimizga tashrif buyurishdi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, avvalambor xush kelibsizlar. Bugun mutaxassislarimiz ikkita yo'nalishdan bo'lganliklari uchun har ikkalalaridan ham aynan viloyatimizga xos bo'lgan muhim mavzularni maslahatlashgan holda tanlab oldik. Aynan travmatolog ustozimiz bilan birgalikda son suyagi tug'ma chiqishi, urolog ustozimiz bilan esa yosh bolalarda, o'g'il bolalarda tashqi jinsiy a'zolar rivojlanishidagi nuqsonlar mavzusida bugungi suhbatimizni davom ettiramiz. Keling, umuman olganda men aynan o'sha efirga tayyorgarlik jarayonida siz bilan gaplashib oldim. Ko'p holatlarda hop bizda aynan viloyatimizga xos kasalliklar juda ko'p uchraydi. Jumladan ular ichida eng ko'p tarqalgani bu tug'ma son chiqishi. Keling, umuman olganda avval o'sha mavzuga gaplashishdan avval o'zi aynan son suyagi qanday tuzilgan, umuman odamlar tayanch harakatlanish sistemasi shu to'g'risida ma'lumotlar berasiz. Siz tushuntirasiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Son suyagi tug'ma chiqishi bu juda eng ko'p tarqalgan kasalliklardan biri hisoblanadi. U nafaqat Surxondaryo, Qashqadaryo, balki ko'p viloyatlarda bor. Asosiy sabablari homiladorlikda onalarda ma'lum bir moddalarning yetishmasligi va boshqa rejimlarning buzilishi natijasida yuzaga keladi. Birinchidan tushunib olish kerak, xalq orasida oyog'i tug'ma chiqqan ekan, massaj bilan tuzalib ketdi degan gap bor. Shuning uchun oldin bu mavzuni tushunib olish uchun bilib olinglar. Mana sonni boshchasi bo'ladi. U o'zini qutisida, ya'ni quymuch kosasining ichida turadi. Buni kasalliklar birinchi variantida bu displaziya deyiladi. Displaziya degani mana shu son chanoq bo'g'imini hosil qiluvchi elementlar bor. Suyaklar, bog'lamlar, mushaklar, paylar, qon tomirlar, bo'g'im xaltasi, mana shular rivojlanish orqada qolgan paytda displaziya deydi. Displaziyada son suyagining boshchasi joyida turadi, lekin buni hosil qiluvchi elementlar rivojlanishdan orqada bo'ladi. Bu holatda ko'pincha o'zi samolecheniya bilan oyog'ini kerib yurishdan massajdan o'tib ketadi. Ko'pincha ikkinchi variantida esa son suyagining boshchasi quymuch kosasidan qisman tashqariga chiqqan bo'ladi, qisman tashqariga. Buni chala chiqish deyiladi. Chala chiqish ham o'zini davolash metodikasi bor. Va uchinchi og'ir holatida son suyagining boshchasi quymuch kosasidan tashqariga chiqib ketadi. Mana shu uchta holat. Ko'pincha onalarimiz displaziya holatida massajistga boradi va massaj tuzatib xursand bo'ladi. Lekin aslida u joyida turgan narsani massaj, parafilik farezlar bilan massajist tuzatib yuboradi. Lekin keyingi holatda, keyingi farzand yoki qo'shnis farzandlar mana chala chiqish yoki chiqish bo'lganda yana o'sha massajistga murojaat qiladi, natijada erishilgan natija olinmaydi. Bunaqa kasallarni davolashda o'sha chilla davri chiqqandan keyin oyoqlarni kerib yo'rga kelishdan boshlanadi. Agar bu davr o'tib ketib qolsa, 3-4 oyga o'tib ketib qolsa, maxsus keruvchi shinalar bor. Undan ham 5-6 oylik, 6 oydan keyin o'tib ketib qolsa, unda gips bog'lanib kerish to'g'ri keladi. 1 yoshdan keyin bo'ladigan bo'lsa, uni statsionar kasalxona sharoitida oyog'ini tosh osib davolashga to'g'ri keladi. Agar 2 yoshgacha davolanmagan bo'lsa, unda u holda juda katta operatsiya qilinadi. Ya'ni rekonstruktiv degani bo'g'imni ochib, boshqatdan bo'g'im shakllantiriladi. Shuning uchun bu kasallik
erta davolash va qayerda davolash juda ham muhim. Endi tug'ma deyapmiz, tug'ma sonning chiqishi. Bu ayollarda homiladorlik davrida Tushunarli. ma'lum bir moddalarning yetishmovchiligidanmi yoki tug'ruq jarayonidagi noto'g'ri harakatlar natijasida kelib chiqadimi? Demak, son suyun tug'ma chiqishi qizlarda ko'proq uchraydi. Sababi homiladorlik vaqtida ayollar gormoni bir va agar qiz bola, chaqaloq qiz bola, homila qiz bola bo'lsa, unda ham ayollar gormoni ishlab chiqariladi. Demak, ayollar gormoni 2 barobar oshgandan keyin bu bo'g'imni hosil qiluvchi yumshoq to'qim elementlari yumshoq bo'ladi. Shuning uchun ularga chiqishga moyil bo'ladi. O'g'il bolalarda chiqish juda ham kam bo'ladi. 20 ta qizga bitta o'g'il bola bo'ladi. Sababi o'g'il bola tug'iladigan homilador bo'lsa, onalik gormoni, ayol gormoni bitta pog'ona, erkaklar gormoni u boshqa pog'ona. Shuning uchun yumshoq to'qimalar ancha mustahkam bo'ladi va bu gormonlar ta'sirida uni cho'zilish mohiyati kam bo'ladi. Shuning uchun o'g'il bolalar kam uchraydi. Mana shu sabablardan bittasi. Rahmat, juda ham kerakli ma'lumotlarni berib o'tdingiz. Marhamat, joyingizni egallab olishingiz mumkin. Umuman olganda haqiqatdan ham juda to'g'ri va kerakli fikrlarni bildirib o'tdilar, chunki ko'p holatda bizda ushbu kasallar yuzaga kelganda ustoz ta'kidlab o'tganda uy sharoitida davolab qo'yishadi. Yoki o'sha kimdir qaysidir qo'shnisi kimdandir massaj olgan bo'lsa, demak men ham borib shuni olsam yaxshi bo'laman degan tushuncha bo'ladi. Shundoq. Va oxirida eng qiyin vaziyatda siz shifokorlarga murojaat qilishadi. Vaholanki vaqt o'tgan bo'ladi, vaqt o'tgandan keyin operatsiya ham og'ir va ko'proq naqd ham ketadi. Endi keling, endi ikkinchi ustozimizga yuzlansak, umuman olganda o'sha o'g'il bolalarda uchraydigan tug'ma, o'sha nuqsonlar qanday nuqsonlar bo'ladi, qaysi biri bizda ko'p tarqalgan, umuman olganda bunday holatlar qanday noqulayliklarni yuzaga keltiradi? Marhamat. Ya'ni sidik chiqarib tashqi kanali bu gipospadian chizib tushuntirgan ma'qulmi deyman. Marhamat. Gipospadiya bu sidik chiqarib tashqi kanalining notabiiy joyda joylashuviga sabab bo'ladi. Ya'ni bu butun dunyoda 3 ta bo'linishga iborat. Ya'ni gipospadiyaning distal shakli, gipospadiyaning medial shakli, gipospadiyan proksimal shakllar tafovut qilinadi. Bu 3 ta usulda ham hammasida operativ davo qo'llaniladi. Eng yengil operatsiya turlari bu distal formasida qo'llaniladi. Ya'ni birinchi bu olatning qiyshiqligi to'g'rilanib, ya'ni tashqi chiqarib kanali o'z joyiga tiklanadi. Distal medial bilan proksimal shakllar bu og'irroq formasiga kiradi. Ya'ni proksimal shaklida 2 ta etapda, 3 ta etapda operatsiya qilinadi. Distal shaklda esa bitta etapda operatsiya qilinadi. Ya'ni gipospadiya bu ona homiladorlik paytida 7 oyligida 7 haftaligida, ya'ni gormonal proseslarni hisobiga sabab bo'lishi natijasida bu tug'ma nuqsonlar kelib chiqadi. Tashqi ta'sirotlar natijasida kelib chiqadi. Ya'ni butun dunyoda 150 ta tug'ilgan bolada bitta gipospadiya uchraydi. Buning hamma shakllarda faqat bitta operativ davo hisoblanadi. Ya'ni 6 oydan 18 oygacha bo'lgan bolalarning natijasi bu kasallikni ijobiy. Endi u biz qachon bilamiz aynan o'sha qiyshiq bo'lganligini, qanday klinik belgilar bilan namoyon Endi bu marhamat kelib o'z joyingizni egallab olgan holatda o'sha mavzumizni davom ettirasiz. Ya'ni eng asosiy sabablardan biri neonatolog shifokori, ya'ni bola tug'ilganda to'g'ridan-to'g'ri birinchi murojaat qiladigan bu neonatolog shifokori. Neonatolog shifokori o'sha paytda agar aniqlab bersa, bu eng yaxshi natija bo'ladi. Ko'pchilik holatlarda aniqlanmasa, katta yoshga o'tib ketganda ham bu gipospadiyalarni aniqlash faqat shifokor urologlar tomonidan aniqlanishi mumkin. Agar neonatologlar vaqtida aniqlab bersa, 6 oydan 18 oygacha bo'lgan bolalarda juda yaxshi natijalarni olish mumkin. Rahmat, keling. Endi boya ustoz so'zingiz boshida ta'kidlab o'tib ketdingiz, tug'ma son chiqishi qanday holatlarda yuzaga kelishi to'g'risida. Uni biz yana uyda qanday holatda kuzatishimiz mumkin, qanday klinik belgilar bilan namoyon bo'ladi.
ko'p holatda jarayon o'tkazib yuborilgan bo'lsa-chi, unda nima qilish kerak? Demak, tug'ma son suvining tug'ma chiqishi, umuman displaziyalarda klinik belgilari, ya'ni bolani onasi belgilayotganda sonda, boldirda, sonda, taqimda va shov sohasidagi teri burmalarning bir-biriga mos kelmasligi, oyoqdagi asimetriyani ko'radi. Ikkinchi belgisi bemorning oyoqlari tashqariga aylanib turadi. Uchinchi belgisi bemorning bolalarning taglarini tozalayotganda oyoqlarini yaxshi kerilmasligi kuzatiladi. Va belgilaganda oyog'ini ko'pincha uzunligida farq sezishadi. Ziyrak onalar uni darrov sezadi, darrov murojaat qiladi. Ana shu umuman son suvining tug'ma chiqishini display davolash asosiy prinsipi bor. Bu asosiy prinsipi oyoqlarni kerish. Bizda esa milliy beshik bor. Biz beshikka e'tirozimiz yo'q. Milliy beshikka bolalarni yotqizganda qiz bola, o'g'il bola sumagini joyida turish uchun albatta oyoqni juplash jarayoni bo'ladi. Oyoqni juplash jarayoni bu kasallikni og'irlashishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ana shu narsalarga e'tibor berish birinchi o'rinda zarur. Endi beshikka yotqizish bolani kerakmi yoki yo'q? Beshikka yotqizishi bunaqa bolalarni yotqizish yo'li bor. Ya'ni ularning orasiga sumakni ushlab turish, endi u sumak oyoqni juplash hisobiga emas, oyoqning orasiga qo'yiladigan uchburchak yostiqcha hisobiga joyda ushlab tursa bo'ladi. Ya'ni ziyrak onalar beshikda ham bolalarning oyog'ini kerib yotqizsa bo'ladi. U imkoniyati bor. Rahmat. Endi keling, aynan juda ham ko'plab ushbu holatlar kuzatiladi. Ko'p holatlarda, misol uchun bilishimiz, kuzatishimiz mumkin displaziya holatlari. Ushbu holatlar qanday yuzaga keladi? Displaziya holati yuzaga kelishi uchun avval albatta onadan homiladorlik vaqtidagi kasalliklar, somatik ichki a'zo kasalliklari, tartibga rioya qilmaslik, yeb ichishdagi nuqsonlar, toksikozning og'ir o'tishi sabab bo'ladi. Bu displaziyani davolash asosiy prinsipi bu bolalarga muolajalar o'tkaziladi. Dalil uqalash mashqlari, ya'ni massaj deyiladi. Fizioterapiya mashqlaridan, demak, fizioterapiyadan elektroforez beriladi. Tok orqali dori yuborish son chana bo'g'imiga. Undan tashqari parafin muolajalar o'tkaziladi, ya'ni issiq moslamani qo'yib, son chana bo'g'im sohasida qon aylanish kuchaytirishga qaratilgan bularning hammasi. Albatta ichadigan dorilar bor, vitamin terapiya, kalsiy preparatlari yoshiga qarab o'lchab beriladi. Mana shularni qilish, ya'ni son suvi boshqa joyda turganda uni joyida yaxshi rivojlanishiga olib keladi. Umuman son chana bo'g'imi mana qarash kerak edi xalq tilida. Bola 1 yoshda yuradi. Aksariyat bolalar, qizlar 10 oyda, o'g'il bola 1 yoshda yuradi. Mana shu davrga kelganda bo'g'imlari, son chana bo'g'im mukammal bo'lishi kerak. Ya'ni tana vaznini ko'taradigan, yura oladigan bo'lishi kerak. Ana shu davrgacha bo'g'imdagi nuqson qolib ketsa, unda qoldiq displaziya deb yuritiladi. Shuning uchun shu tomonga e'tibor berish kerak. Misol uchun hozir respublikada minglab katta odamlar bo'g'imlar almashtiriladi. Minglab ketyapti bo'g'imlar, koksartroz deydi. Shu katta yoshli odamlarda bo'g'imlarda nuqson paydo bo'lgan, uni sun'iy bo'g'imga almashtiriladi. Mana shu sun'iy bo'g'imga almashtirishda albatta yoshlikda o'tkazilgan artrik kasalliklar sababchilaridan biri. Aksariyat bo'lmasa ham o'sha sabab bo'ladi. Farhod Emirovich, suhbatni siz bilan davom ettirsak, bilamiz, xalqimizning milliy urf-odatlaridan biri bu bolalarni xatna qilish hisoblanadi. Lekin tibbiy nuqtai nazardan aynan ba'zi vaziyatlarda bolalarni xatna qilish mumkin emas. Aynan mana shuni tushuntirib bersangiz. Hozir aytib o'tganimizdek, gipospadiyani, ya'ni distal, medial, proksimal shakllarda xatna qilish, ya'ni sunnat qilish umuman mumkin emas. Sababi bizga kerakli bo'lgan teri, ya'ni kertmak varag'i tashqi siydik chiqaruv kanalini yasashda juda ham muhim o'rin tutadi. Agar bu holatlarda olib tashlansa, sunnat qilib, bolaga ancha qiyinchiliklar tug'diradi. Sababi bu paytlarda labdan, lunjdan teri ko'chirib o'tkazishga to'g'ri keladi va ya'ni etaplar miqdori ko'payib ketadi. 3 ta, 4 ta etaplarga bo'linib ketadi. Yana xatna qilish ko'p holatlarda uy sharoitida qilinadi. Hozirgi paytda mamlakatimizda ham bor, ya'ni VICH, SPID kasalliklari uy sharoitida, nesteril sharoitlarda xatna qilishga tavsiya etilmaydi. Ya'ni instrumentlari
stress zona joylarda qilgan ma'qulroq. Albatta mutaxassislar bilan. Mutaxassislar bilan Endi kelishgan mana shu holatda. yerda yana bir mavzuni ochiqlab ketsak, o'zi necha yoshdan mumkin? Ba'zilarda shunday fikr bor, Sardor o'zingiz ham tibbiyot xodimi sifatida eshitsangiz kerak. Bolalarni chillani ichida xatna qilish kerak, bilmay qoladi hech narsani deyishadi. Endi xalqimizda shunaqa fikr ko'p yuradi. O'zi haqiqatan ham endi tug'ilgan bolalarni xatna qilish mumkinmi yoki maktabga chiqqungacha istagan vaziyatda qilaversa bo'ladimi? Ya'ni haqna qilish bu necha yoshda qilinishi aytilmagan. Gipospadiyalarda 6 oylikdan boshlab qilinadi. Ya'ni natija bunda ham xuddi shu gapdek sunnatdek boshlanadi operatsiya qilish. Ya'ni bola 1 yoshdan keyin haqna qilinsa ancha foydali bo'ladi. Kichkina chaqaloqlarga tavsiya etmaymiz. Sababi bir tomchi qon ham o'ziga kerak. Gemofiliya kasalliklari bor, qon ketib ketadigan kasalliklar. U paytlarda qilish mumkin emas. Rahmat. Endi keling, umuman olganda juda ham kerakli ma'lumotlarni aytib o'tyapsiz. O'zimizda ko'p uchraydi. Mana yosh bolalarni tashqi jinsiy a'zosida o'sha xatna qilinmagan joylarda, qilmagan paytda tuz to'planib qolish. Va o'shaning natijasida peshob ajratishga qiynalish, keyin achishish, ko'p holatlarda bolalar ko'p yig'laydi, hamma joyda qaraydi, qornini qaraydi, hamma joyda qaraydi yaxshi. Keyin shunday o'sha tashqi jinsiy a'zosini ko'rganda o'sha yerda tuz to'planib qoladi. Uni keyin tozalaydi, yana yaxshi bo'ladi, yana ma'lum bir muddat o'tgandan keyin to'planadi. Ushbu jarayonga yechim nima o'zi, nimadan keyin yuzaga keladi? Bu ya'ni o'sha sligmani yig'ilishi hisobiga kelib chiqadi. Ya'ni o'sha ketmak varaqlarning orasida to'planadi. Bu holatlarda eng asosiy yaxshi yo'llar aseptik rastvorlar bilan bulbulni o'sha bulbulga vanishkalar qilish yoki aseptik mazlar, ya'ni qo'yish bilan kafolatlansa bo'ladi. Ya'ni o'sha ketmak varaqlari qizarganda, siyganda o'sha tuzlar ajralib chiqishi hisobiga achishish paydo bo'ladi. Bu eng yaxshi usullardan biri vanishka qilish yoki aseptik o'sha mazlardan foydalanish. Rahmat, juda ham kerakli ma'lumotlarni berib o'tdingiz. Mana bizni kuzatib turgan ota-onalar bo'lsa, agar farzandingizda shunday holatlar kuzatilsa, albatta tibbiyot xodimlari bilan maslahatlashgan holatda bu sharoitda ushbu muolajalarni qo'llasangiz, farzandingiz uchun foydadan xoli bo'lmaydi. Nima deysiz? To'g'ri. Rahmat. Endi keling, aynan tug'ma son chiqishi haqida gaplashyapmiz. Undan tashqari juda ko'p holatda uchraydi. O'sha bizda Surxondaryoda endemik zona, aynan bizda o'sha turli xildagi havoning yomonlashuvi va hokazolar sababli onada o'zida vitaminlari yetishmasligi, kalsiy fosfor yetishmasligi natijasi juda ko'p uchraydi. Unday holatda ayollarimiz homilador bo'lishadi va farzandlarni dunyoga keltirishadi. O'zi umuman olganda onasining o'zida kalsiy fosfor ekan. Bolaga qanday ta'minlab beradi? Erta bola tug'iladigan bo'lsa, unda kelajakda umuman boshqa travmatologik kasallar yuzaga kelmasligi ehtimoli qanchalik? Siz bir necha 10 yillardan beri faoliyat ko'rsatib kelyapsiz. Albatta bunday holatlar sizda har kuni uchratiladi. Bolalarda ikkinchi o'rinda ko'p uchraydigan kasallik bu yassioyoqlik. Nima degani? Yassioyoqlik degani oyog'ning tovon yuzasi tekis bo'ladi. Chizib tushuntirsam bo'ladimi? Marhamat. Aynan yassioyoqlikni asosiy sabablari bugungi kunda bilasizmi, xalqimizda deydi, ko'p oyoq yalang yurmaganligidan ham deb aytishadi. Mana suyaklarga aytyapman, kaft suyaklari deyiladi. Kaft oldi suyaklari bor. Undan keyin tovon suyaklari ketadi. Mana shu yerda oyoqning gumbazi shakllanadi. Mana shu notini mana gumbaz deydi. Normada shunaqa gumbaz bo'ladi. Undan tashqari ko'ndalang gumbazi ham bor, mana bunaqasi ketadigan. Mana shu gumbazni pastga tushib ketishiga, mana bu chiziqqa tushib ketishiga yassioyoqlik deyiladi. Bir adabiyotlarda ko'rsatadiki, 3 yoshgacha yassioyoqlik fiziologik holat, ya'ni normada bo'ladigan holat edi. Bunda gapida negizda nima bor? Qaranglar. Mana shu gumbazi saqlangan bolalarda oyog'ning tagida yog' to'qimasi, ya'ni yog'li yostiqcha bo'ladi. Bola yurgandan keyin, asta-sekin yurgandan keyin bu yog'li yostiqcha eriydi, ya'ni so'rilib ketadi, oyoqning shakli saqlanib qoladi. Yassioyoqligi moyilligi bo'lgan bolalarda yog' yostiqchasi erib, so'rilib ketish natijasida oyoqning kaft gumbazi ham tushishni boshlaydi. Buni kelib chiqish sababi juda ham ko'p. Buni suyak shakli bor, suyakka bog'liq shakli bor. Mana bu yerda suyaklar bir-biriga bog'lab turadigan bog'lamlar bor. Bu birinchi bog'lamlar bo'sh bo'lishi mumkin. Oyoqni, kaftini ko'tarib turadigan oldingi mushak gruppa boldirda, orqa mushak gruppalari o'shalar mavjud. Undan tashqari oyoqning tagida
bo'ylama bog'lam bor. Mana shu bir qancha kompleks elementlar oyoq kaftini, gumbazini saqlab beradi. Mana shu kaft gumbazi tushib ketishiga yassioyoqli deydi. Undan tashqari ma'lum bir guruh paylarning tarangligi ham shunaqa yuzaga keladi. Oyoq kaft gumbazini yassioyoqli bo'lishi u yana oyoq kaftini yonga og'ishi ham bo'ladi. Unda yassi valgusli oyoq deyiladi. Yomon tomoni bunaqa kasallarni erta davolanmasligi. Uni maxsus mashqlar qilib uni tiklash mumkin. Ortopedik oyoq kiyimini o'tkazish mumkin. Buni darajalariga ham bog'liq. Shularga e'tibor bersa, buni oldini olsa bo'ladi. Yana bir narsaga e'tibor berish kerak. Mana bu oyoqning kaft oldi suyaklari, bular 7 ta suyak, mana bu suyaklar. Agar suyakni mana bunda katta qilib olsak, uni suyaklanish yadrosi o'rtada. Lekin uni chetidagi to'qima, bu tog'iy to'qima. Shuning uchun bolaning 5-7 yoshgacha oyoqqa shakl berilsa, ustidagi tog'iy qavati ham o'sha shaklni oladi. Qotib qolmaslik, qotmagan paytda. Qotib qolgandan keyin 7-8 yoshdan keyin bu suyak shaklini to'g'rilash qiyin bo'ladi. Shuning uchun uni tog'iy shakli paytida, xuddi quloqni supurasi yumshoqligiga o'xshagan paytda bunga shakl berish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunaqa bolalar shikoyati uzoqqa yurgisi kelmaydi, tez oyog'i og'riydi, onaning qo'llariga tez ko'tar deydi. Agar ko'tarmasa o'sha loy bo'lsa, suv bo'lsa ham o'zini shartta tashiydi. Xarakteriga ham ta'sir qilib qoladi. Endi keling, aynan oyog'ida o'sha axil payi deymiz. O'sha axil payi natijasida ham ushbu jarayon yuzaga kelishi yoki yomonlashishi mumkin. Mumkin. Mana masalaga tovon suyagini chizaman. Oyoq panjani orqadan ko'rinishi. Mana tovon suyagi kelib, boldirning uch boshli muskuli kelib pay bo'lib birikadi. Mana shu birikish nuqtasi agar medial tomonga, ya'ni ichki tomonga kelib birikkan bo'lsa, ichkari birikkan bo'lsa, unda tarangli yuzaga keladi va oyoq kafti tashqariga og'adi. Oyoq kafti panjasi tashqariga olgandan keyin demak, bo'ladi. Ha, bu yoqqa. Nabor. Medial tomonga. Oyoq kaftini tashqariga og'ishi, keyin mana bu oyoqni o'qini oladigan bo'lsak, mana tizza desak, ikkita tizza. Bu son deydigan bo'lsak, boldirlari tashqariga og'ishni boshlaydi. Ya'ni X-simon deydi xalq tilida, bizda valgusning deformatsiyasiga keladi. Demak, yassioyoqli valgusning deformatsiyasiga olib keladi. Bizning klinikamizda 1 yilda 100 ga yaqin bolada biz akil payini kesamiz igna bilan, taranglik bilan. Bu o'sha yoshligida qolib ketgan, demak, nevrologik kasallik asorati sifatida. Bunaqa bolalarga oyoq kiyim berish foydasi yo'q. Endi bularga total kesiladimi yoki qisman? Igna bilan mikrooperatsiya qilinadi. Kesmasiz. Tushunarli. Bunda o'sha kesmas amalga oshirilganda ma'lum bir qismiga nisbatan amalga oshiriladi, to'g'rimi? Avvallar bu paylar ochib uzaytirib, hozir biz igna yordamida, maxsus instrument, ignaga o'xshagan instrument yordamida payni kesamiz va payni uzaytirib beramiz. Xuddi ayollar etagini kiyim kirish qolsa tushirib yuboradi-ku. U etagi yana uzun bo'lib qoladi ko'ylagi, birinchi yuvilgandan keyin. Ana shunga o'xshab biz paylarni cho'zib beramiz. Shunda oyog'ini normal tekislikda bosadigan bo'ladi, to'g'ri o'q yo'nalish bo'yicha bosadigan bo'ladi. Albatta buni darajasiga qarab davolash usullari. Endi oyog'ini tagi tekis, siz uni hech narsa muolaja qilmasdan ortopedik oyoq kiyim o'tkazsangiz, ortopedik oyoq kiyim tagida do'ngligi bor. Oyog'i tekis bo'lganda bu do'nglik botadimi? U bolalar oyog'ini kiyimini olib yeyish otadi. Yurolmaydi unda, kiyolmaydi. Chunki u ko'tarilgan gumbazga, ko'tarilgan joyini gumbazga kiradigan joyi yo'q, o'rni yo'q. Shuning uchun oyog'i og'riydi, kiymaydi. Har qancha quvrat kiymaydi. Tushunarli. Bu kasallikni nasliy omilga bog'liqligi necha foiz? Nasliy bog'liqligi bor, qisman. Bu degani bu bola ham shunaqa kasal bo'lishi kerak emas. Uni yechimi bor. Chaqaloqlarda, masalan, 3 yoshgacha bolalarda yassioyoqli 70-60-70% ko'rinsa, 7-8 yoshga borgan prosent kamayib ketadi. Ya'ni oyoq kaftining shakllanishi hisobiga to'g'rilanib ketadi. Rahmat, juda ham kerakli ma'lumotlarni berib o'tdingiz. Bekorga emas, chunki bizda Surxondaryoda aynan yassioyoqlik juda ham ko'pchilikda. Ana avvallar bo'ladi, harbiy xizmatga bora olmaymanmi endi deb yoshidan ko'pchilik qiziqishardi. Endi keling, yana bitta narsani tushuntirib o'taylik. O'sha bir paytni o'zida kuzatilishi mumkinmi o'sha yassioyoqlik? Misol uchun bitta oyoqda yaxshi, bitta oyoqda yassioyoq. Yo'q, yassioyoqlik parniy kasal, juft kasallik, ikkala oyoqda baravar bo'ladi. Alohida bo'lib ko'rinadigan bo'lsa, demak uni nevrologik nuqsoni bor. Biz uni nima bilan bog'lashimiz mumkin? Chunki kuzatamiz, ayrimlarda tibbiy ko'rikda borgan, seni deydi bitta oyog'ingda yassioyoqlik bor ekan. Bittasida nisbatan yaxshiroq ekan degan holatlarni kuzatamiz. Bu demak bolada nevrologik kasal borligini belgisi. Demak, bunda qaysidir nervlarning innervatsiyasi buzilishi natijasida atrofiya yuzaga kelgan demoqchisiz. Nervlar masalan tonusi oshib ketadi bir oyog'ida yoki aksincha
zaiflik bo'ladi. Gipotonus. Gipotonus ham shuncha ikki xil bo'ladi. Lekin yassoylik har doim parni yuradi, ya'ni ikkalovida bir xil yuradi. Tushunarli. Rahmat, bemalol joyingizni egallashingiz mumkin. Hurmatli teletomoshabinlar, biz uchun juda ham kerakli, qiziqarli ma'lumotlar berib o'tilyapti. Endi keling, yana bir narsa haqida gaplashsak, umuman olganda bizda bir vaqtning o'zida ham urologik kasalliklar, ham travmatologik kasalliklar bo'yicha ma'lumotlarni sizlarga taqdim etmoqdamiz. Agarda mavzu yuzasidan o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, ekranlaringizda ko'rinib turgan ijtimoiy tarmoq manzillarimizga yo'llashingiz mumkin. Bizga savollarimiz kelib boshlagan o'sha savollarimizni mutaxassislarimizga o'qib eshittirsak. Meni o'g'limda oyog'ida og'riq bor. Har doim oyog'ini yurib bosganda qiynaladi, lekin bir yurib ketgandan keyin oyog'ida og'riq yo'qoladi. Lekin ertalab yana yurganda ushbu holat yuzaga keladi. Nimadan bo'lishi mumkin deb savolyaptilar. Oyoqdagi og'riq birinchi o'rinda yassoylikda bo'ladi. Bir zaharlanish, ichki zaharlanish deydi. Ya'ni ichidagi muammolar bo'lsa, ovqat hazm qilishi buzilgan bo'lsa, o'sha chala hazm bo'lgan ovqatlardan toksinli bo'lib oyoqqa og'riq beradi. Tonzillogen, ya'ni tomog'ida anginasi bor bolalarda og'riydi. Kalsiy yetishmaganligi, hatto gijjalarda ham oyoqqa og'riq beradi, zaharlanish. Infeksiya hisobi. Uni sababini bilib, o'shanga qarab bartaraf qilishgan. Yassoylikda og'riqlar ko'pincha kunning ikkinchi yarmida bo'ladi. Nima uchun? Chunki kun bo'yi nagruzka tushadi-da. Tanaga bosib. Tanaga yurib nagruz tushgandan keyin u namoyon bo'ladi. Ertalabki u og'riqlar u intoksikatsiya, kalsiy yetishmasligi, ichki zaharlanishlar, ichidagi kasalliklar, gijjalarda ham hatto oyoqda og'riq beradi. Demak, juda ham qiziqarli ma'lumot. Demak, oyoqda og'riq berishi ba'zan gijjalardan ham bo'lishi mumkin. Zaharlanish beradi. Rahmat. Endi keling, bizda navbatdagi savol yetib kelgan. Aynan boldir suyagida ozgina yiqilib tushish natijasi chiziqli sinish ketgan deb savol yo'llashgan. Chiziqli sinish ketgan. Bunday holatda nima qilish kerak? Men aynan yurishni to'xtatib tursam shu bilan yaxshi bo'lib bitib ketadimi? Bolam 3 yoshda deb savol yo'llabdilar. Har qanday suyak butunligi buzilishi sinish deyiladi. U chiziqlimi, parchalanib singan, albatta mutaxassisga murojaat qilib gips bog'lanib qo'yish shart. Uni o'z boshimchadan davolab bo'lmaydi. 3 yosh bo'lsa, demak, kamida 3-4 hafta gipsda bo'lishi kerak. Endi keling, mana bizda eshitamiz, ko'ramiz X-obrazniy, O-obrazniy oyoq tuzilishi degan fikr, tushunchalarni ko'pincha ko'ramiz. Bu nasliy kasallik, bu otasida shunday ekan, bu ham shuncha X-obrazniy bo'libdi, bu onasi shunaqa ekan, shunga O-obrazniy bo'libdi degan tushunchalar yuradi. Bu qanchalik to'g'ri va bu narsani yuzaga kelishi nima sabab? Juda ham muhim narsani ko'tardingiz. Birinchi X dan boshlaylik. Oyoqning X-simon deformatsiyasi hozir jahon standartlari bo'yicha oyoqlarning X-simon deformatsiyasi 7 yoshgacha me'yor hisoblanadi. Demak, 7 yoshgacha oyoq X-obrazniy, ya'ni me'yor hisoblanadi. Mana shunaqa holatda bo'lishi bu normal holat. Normal holat hisoblanadi. Chunki 7 yoshga borib oyoqlar o'q shakllanib ketdi, to'g'irlanib ketdi. Koreyada ham, Yevropa standartlar xuddi shunga javob beradi. Biz ham O'zbekiston sharoiti shu standartlarga o'tganmiz. 7 yoshgacha unga massaj berib turasiz. Velosiped haydasa, turkcha o'tirsa, ya'ni mullacha o'tirsa, u sekin vaqtliroq to'g'irlanib ketishi mumkin. Lekin aynan 7 yoshgacha bu me'yoriy holat hisoblanadi. 100 ta boladan 95 tasiga o'zi to'g'irlanib ketadi. 5% qolgani keyin uni yengil operatsiya usullariga qo'llaniladi. Shuning uchun unga gips qo'yish, maxsus atibbiy moslamani taqish bu eski zamonning usullaridan hisoblanadi. O'sha paytda kalsiy, fosforga bo'y preparatlar berish, D vitamini berish qanchalik to'g'ri? Demak, 7 yoshgacha buni forsировать qilish, ya'ni keskin davolash, ya'ni shina qo'yish, hatto oyoqlarni elastik bintdan yog'ochga bo'ylash variantlari bular mumkin emas. Bu qiyshiqlik, X valgus deformatsiya oyoq usti zonasining faoliyati bilan bog'liq. Lekin organizmga massajlar qilish, o'sha vitamin, kalsiy preparatlarini, vitamin D larni berish, ovqat mineral oziqa moddalarini berish bu maqsadga muvofiq berish lozim, lekin ikkisi uni ortopedning keskin yondashuvi o'ta o'rinsiz. Demak, fizioterapevtik muolajalar va qo'shimcha vitamin preparatlar qo'llash mumkin. Mumkin. Bu 7 yoshga o'zi to'g'irlanib ketib tashab qo'yish bo'lmaydi. Endi keling, O-obrazniy haqida gaplashsak. O-obrazniy deformatsiyalar juda ham muhim. Oyoqlar mana shunaqa bo'lib qoladi. Oyoqlar qarang. O-obrazniy deformatsiya degani oyoq dumalab qoldi. Xalq tilida buni demaydi, orasi ochilib qoldi deydi. Bu davolash uni holatiga bog'liq. Agar bu istinniy, haqiqiy rakit kasalligi bo'lsa, uni fizioterapiya, massaj, parafin, moslamalar bilan davolasa bo'ladi. Lekin yana 10 ga yaqin kasalliklar bor. Oyoqdagi bunday qiyshiqlar xuddi rakitga o'xshab domaloq bo'ladi.
Masalan, aytadi, pochta rakit degani bor. Fosfat diabet degani bor, meditsin terminlar aytyapman. Vitamin D ta'sir qilmaydigan rakit turlari bor. Metafizar, epifizar, fizar displaziyalar bor. Bu suyakning tug'ma nuqsonlari. Bularda ham oyoq shunaqa qiyshiq bo'ladi. Bir xil aytadiki, voy oyoq qiyshiqda o'zi tuzalib ketdi, hech narsa qilmadim. Qani u rakit bo'lgan. Bu bola aktivligi, velosiped haydash hisobiga tug'iladi, lekin bu irsiy kasallikda bu qiyshiqlik tug'ilmaydi. Shuni bilib olish kerakki, ochki misolda ko'rsaman, rakitda suyaklar mana shunday yumshoq bo'ladi. 3 yoshgacha. Uni shaklga solsa bo'ladi. Lekin bu aytilgan boshqa kasalliklarda buni massajlar bilan gipslar shaklga bo'lmaydi, faqat azob beradi bolaga. Shuning uchun massajistlar o'z voshinchalik davolashi o'rinsiz. Endi keling, obrazli holatda biz ko'p sportchilarni kuzatamiz. Ular normal holatda yurishadi va sport bilan bevosita shug'ullanishadi. Juda ko'plab futbolchilarda bu narsa patologiya emasmi va ular ushbu holatni yuzaga keltirish uchun juda ko'p mashg'ulot qilganligimi yoki qanaqadir mushaklar bilan bog'liq operativ amaliyotni amalga oshirganda? Demak, futbolistlar nagruskani katta beradi. Boldirda orqa gruppa muskullari, orqa gruppa muskullari 6 ta, yon gruppa, oldingi gruppa muskullari yondagi 2 ta, oldidagi 3 ta. Shuning uchun 6 ta gruppa muskullar tortib ketib qoladi. Yaxshi futbolistlar yoshlikdan boshlaydi anaqani, trenirovkalarni. Shuning uchun ularning oyoq qiyshiq. Endi qiyshiqlik deganda fiziologik hech kim oyog'i ruchkadek to'g'ri bo'lmaydi. Ma'lum bir miqdordagi fiziologik egrigi, me'yoriy egriliklar bor. Mana shu me'yoriy egrilikdan o'tib ketgan holatda biz uni qiyshiq deb aytamiz, kosmetik defekt aytamiz. Rahmat, bizda ko'rsatuvimizga juda ham kam vaqt qolyapti, lekin eng oxirgi savolni o'qib eshittirmoqchiman. Yoshlikda yassi oyoq bo'lmasa, keyinchalik katta bo'lganda oyoqlar yassi bo'lishi mumkinmi va qanday hollarda? Yoshlikda yassi oyoqli bo'lmasa, yoshi katta bo'lganda yassi oyoqli bo'lmaydi. U faqat sinishdan keyin, sakragandan keyin, kaft suyaklar sinishidan keyin bo'lishi mumkin. Rahmat. Bugungi ko'rsatuvimiz uchun, tashrif buyurganligingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Rahmat sizlarga. Aynan bugungi mavzumiz yuzasidan bir vaqtning o'zida ikkita eng dolzarb mavzular to'g'risida ma'lumot yetkazdik. Agarda o'sha yetkazgan ma'lumotlarimiz sizlar uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz bundan juda ham mamnunmiz. Eslatib o'tamiz, qadrli teletomoshabinlar, bugun ko'rsatuvimiz mehmonlari Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasi malakali mutaxassislari mehmon bo'lishdi. Travmatologik ortopediya bo'lim mudiri Orifxon Ayibxonovich hamda Farhod Temirovich bugun ko'rsatuvimizda ishtirok etib o'z tavsiyalarini berdilar. Ko'rsatuvimiz davomida ma'lum bir savollarga javob ola olmagan bo'lsangiz, albatta viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida 16-may sanasiga qadar ularni tibbiy ko'riklarida bo'lib, tavsiyalarni olish imkoniyatiga egasiz. Biz esa shu kunlar davomida ham jonli efirlar tashkil qilib tavsiyalar berishda davom etamiz. Kelgusi ko'rsatuvimizda esa biz raqamli autizmga to'xtalib o'tamiz, ya'ni bolalarda uchrayotgan turli tug'ma va orttirilgan nevrologik kasalliklar haqida ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Surxondaryo telekanalidan Shifo istab ko'rsatuvdan uzoqlashmang.